Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yozda trend bo'layotgan ikkita taomni tatib baho berib ko'ramiz. Birinchi taomimiz go'sht sal. Ikkinchi taomimiz bo'lsa sumori. Go'sht taomimiz oqsiligi boy hisoblanadi, vitaminlarga, sabzavotlari ham svejiy pishirilgan barra mahsulotlar ishlatiladi. Go'shtimiz yog'siz, ishtaha ochuvchan. Endi tatib ko'ramiz. Bismillah. Просто yaxshi. Hozirgi kunda okrushka ham zo'r ketadi. Ikkinchi taomimiz bo'lsa sumori. Bismillah. Sumori taomimiz qo'y go'shtini yog'siz joyidan, maxsus joyidan tayyorlanadi. Pishishlari ham zo'r, mazasini o'ziga kelinglar, baho beringlar. Tatib ko'ring. Aytgancha, sumori taomimiz bilan achu ham zo'r ketadi. Mazali taomlarimizdan keyin albatta mojito esdan chiqmasin.